bozordagi 90% aldashishni bilasizmi? 90% bozorlarda odamlarni aldashadi. Qanaqa desak, masalan, bu qanaqa bo'ladi? Siz bozorga kirasiz, sizga list kerak. Siz o'zingiz uyingizga kirish qilmoqchisizmi yoki biron tanishingizgami yoki siz ustasiz, borib so'raysiz, mana o'rtacha olsak 04 yoki 045 menga list kerak, kirish qilmoqchiman. Unaqa vaziyatga qanaqa bo'ladi? Ular sizdan so'rashadi. Necha? 04. Siz aytasiz, ha 04. Keyin siz aylanasiz. Narxiga qarab aylanasiz. Keyin bir joyga qimmat, bir joyga arzon bo'ladi. Keyin siz ulardan haqiqatan ham so'rashingiz kerak. Bu 04 mi? Ha, haqiqatan ham 04 narsani bir joyga arzon sotishi mumkin yoki bir joyga qimmat sotishi mumkin. Lekin u 04 bo'lmasligi ham mumkin. Unaqa vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Menga 04 kerak deb haqiqatan ham birinchi siz o'zingiz bilib olishingiz kerak, qanaqa qalinligi sizga kerak kirishaga va shunga qarab so'raysiz. Haqiqatan 04 mi? Ha 04 menga kerak. Nech pul? Pulni aytadi, siz aytasiz. Buni sertifikatimi, pasporti shu haqiqatan ham bu tasdiqlovchi dokumenti bormi haqiqatan ham shu 04 deb. Agar ha desa, siz uni bemalol olishingiz mumkin. Yoki-da siz aytishingiz kerak, men buni olib borib aniq proverka qilib olaman. Ya'ni qalinligini mikrometr bilan o'lchab olaman. Agar 04 chiqmasa yoki aytgan zakozingiz chiqmasa, men buni qaytarib yuboraman. Shuning uchun agar haqiqatan ham u prodavец yoki u menejer sizga garantiya bersa, bemalol qo'rqmasdan olaversangiz bo'ladi. Narxini hamma solishtiradi, lekin qalinligiga kelganda ko'p odam aldanib qoladi. Shuning uchun aldanib qolmasligi uchun shu narsani albatta qilishingiz kerak. Agar shunaqa ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, bizning kanalga podpisatsiya bo'ling. Zo'r ma'lumotlar bilan bo'lishib boramiz.